Bugun ta'lim sifatini oshirish, yosh avlodni yuksak ma'naviyatli qilib tarbiyalash har bir ustozning muqaddas burchi. Urgut tumanidagi 49-umumiy o'rta ta'lim maktabida bu yo'nalishda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Maktabda 71 nafar ustoz 1259 nafar o'quvchiga ta'lim bermoqda. Ulardan 7 nafari oliy, 13 nafari birinchi, 27 nafari ikkinchi toifali, 8 nafari xalqaro sertifikatga ega ustozlardir. Ta'lim maskani zamonaviy binolarda faoliyat yuritadi. Ular 2008, 2019, 2025 yillarda foydalanishga topshirilgan. 2024-2025 o'quv yilida 91 nafar bitiruvchidan 12 nafari oliygoh talabasi bo'ldi. Ular orasida Abloyorov Aminjon AQShning nufuzli universitetlaridan $560,000 grant yutib oldi. Fan olimpiadalarida 26 nafar o'quvchidan 13 nafari g'olib, 4 nafari viloyat bosqichiga yo'llanma oldi. Bu yutuqlar direktor Rahimxul Husinovning tajribali rahbarligi va jamoaning hamjihat mehnati samarasidir. 49-maktab bugun haqiqiy ma'rifat va taraqqiyot maskaniga aylangan. Urgut tuman maktabgacha va maktab ta'limiga qarashli bo'lgan 49-umumiy o'rta ta'lim maktabi. O'sha Tog'li Kamangaron mahallasida joylashgan. Maktab 1923-yilda tashkil topgan. Sovet davrida o'sha eski binolarda, xong'ishlar bilan qurilgan bino, bir qavatli binolarda o'qiganmiz. Bolalarni o'qitganmiz. Davlatimizni, mustaqilligimizni, prezidentimizni sharofati bilan 2008-yilda maktabda yangi 480 o'rinlik bino qurildi. 2019-yilda yana qo'shimcha ikkinchi bino qurildi. 2024-2025 o'quv yilida mana bu ko'rib turganimiz yangi binomiz qurildi, 3 qavatli. O'quvchilarimiz ikkita smenada tajribali o'qituvchilardan dars oladilar. Sharoitlarimiz juda yaxshi. O'quvchilarni yaxshi bilim olish uchun hamma imkoniyatlar mavjud.